sevib tinglaydigan san'atkorlar uchtaligi o'zingizniki. O'zbekistondami o'zimman? Tame Impala, Daft Punk, Gorillaz. O'zbekistonda? O'zbekistonda Sevara Nazarxon, Shohruxxon, Jaloliddin Ahmadaliyev. Uchtaligi Sevara Nazarxon birinchi o'rinda, Jahongir Otajonov. Yo, 3 ta sig'maydi. Ko'p, juda ko'p. Xo'p, 5 talik deylik. Da Munisa Rizayeva qo'shilsin o'tga, Hamdam Sabirov обязательно, Shohruxxon va Shahriyor. To'g'risini aytsam, melomanman. Menda oxirgi payt Daler Nazarovni uni yoshligidan beri eshitaman, oxirgi paytlar prям juda bir boshqacha eshityapman. Sevara opa, soответственно, endi ular bu uchtalikka kirmaydilar, ular boshqa tam qalbdan joy olgan. Men o'zi qo'shiqlar masalasida bo'ladi-yu, ovqat tanlaydigan odamlar bo'ladi, qo'shiq tanlaydigan odam. Men unaqa odam emasman. Yoqsa eshitib ketiraman. Sevara Nazarxon, Jahongir Otajonov. Uchinchisini kommentariyda yozib yuborasiz.